Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Navbatdagi tovuqlar uchun temir ketagimiz tayyor bo'ldi. Buni razmerini tanishtirib qo'yamiz. Undan avval esa videoyimizga bir donadan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana. Bu ketaylarimiz razmeri uzunligi 1.70, eniga 1 metr, balandligi 1.20 cm. Ikkalasi ham bir xil razmerda bo'lgan. Mana. Juda ham chiroyli holatda. Tomlarning rangi ham ko'k svetda, o'zi stalnoyga bo'yaganmiz. Bu yerda esa eshiklari mana. Taglari esa paddon qo'yib berdik mana. Bu yerda esa qo'noqlari, tuxumlash uchun joylari. Axlatni tozalash uchun mana paddonni olib, yana joyiga qo'yib qo'ysa bo'ladi bemalol. Bu yerda esa don oxirlari mana. Burası ham tagi berk, mana paddon. Yon tomondan ko'rinishlari mana. Tuxumni olish uchun, tashqaridan turib olish uchun mana eshiklarni joylashtirib ketganmiz. Bemalol olsa bo'ladi. Bu ketaylarimizda zakazga tayyorlab berdik. Kimga shunaqa temirdan ketaylar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati Uychi tumani Jidatepada joylashgan. Narxlari, dastavka xizmatlari kelishilgan holatda aloqaga chiqaverasizlar.